Assalomu alaykum. Sab brendidan yana bitta kompressorimiz SG20 ga 65 modeli. Hop, resiveri 100 litrlik bo'ladi. Bu yerdan boshlasak. Hop, ikkita chiquvchi joyi bo'ladi, krani bilan shlankalar ulasa bo'ladi. Manometr, взрывной klapan, relay. 220 da ishlaydi sima. Hop, bu yog'i reduktor. Ikkita 65 talik portion bo'ladi, havo haydab beradi. Filtri. Hop, reduktorga moy mamitdan quyiladi. Bu yerdan oqizib yuboriladi. Mana bu glazokda moy urovenining holatini ko'rsa bo'ladi. Ichidagi moy o'rtadagi qizil nuqta sathida bo'lishi kerak. Hop. Birkasini. Quvvati 202 kilovatli, 220 da ishlaydi. Minutiga 250 litr havo haydaydi. 10 atmosferada uchadi. Motor обороты 1080. Sabrent motor. Keyin yana bitta narsa, tagida pipetkasi bo'ladi. Kondensat chiqarib olishga har kuni ishlaydigan bo'lsa, vaqti bemahal o'sha pipetkasidan kondensat suyuqligini chiqarib turiladi. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. O'sha mashhur Sab brendidan kompressorlar.